Mashinamiz tayyor bo'ldi. Bu mashina elektr oborotlarni qilib berdik. Mana motorlari Mercedes motori qo'yilgan. Biz aslamni qilib berganimizda salon ichini to'g'rilab berdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana dvorniylari ham perderka qilingan, mana ishlayapti. Faralari ham bunaqa Nexa'ning kuchatini qo'yib berdik. Pathfinder yonyapti. Mana danni bilishnilar yonib o'chyapti. Mana mega eshiklargacha yonyapti. Mana power chapga yonyapti. Mana o'ng tarafga yonyapti. Signallar hammasi ishlayapti. Bu mashinaga hamda datchiklargacha ustanobga qilingan, matiz pechkasi qo'yilgan, kondisionerlargacha ishlaydi. Mashinamiz avtomat korobka qilingan. Jiglovskiy perderka qilingan. Mana avariya kulchatorlar yonib o'chyapti. Faralar yonyapti. Mana bu mashinamizda oldi galigani yonyapti. Zadniy faralargacha yonyapti. Mana shularni ko'rishingiz mumkin. Oynalar tushganda yonida shvellerlari bilan tushib chiqadi. Bu zavodskiy shunaqa ekan. Mana kolonkalari. Mana mashinamizning holatini ko'rishingiz mumkin. Mana avariyalargacha yonyapti. Zadniy bu mashinada bo'lmaydi, chunki alohida qilib berdik zadniylarini. Mana eng ishkalar joy har doim mana nomer asosiylargacha yonyapti. Mana bagajlarni ochib ko'rsatamiz. Bu mashinamiz ancha turib qolgan ekan bir joyda. Shunday endi yurg'izishyapti. Ya'ni xudo xolisa yo'lga chiqadi. Bemalol ko'rishingiz mumkin mana. Salonlarni yana bir marta ko'rsatib o'tamiz. Hozir bu mashinaning mikrofoni remont, hozir bu mikrofondan ustanobga qilib, xudo xolisa hammasi cho'tki bo'lib ishlatib beramiz. Bu oynani ham ko'rishingiz mumkin. Bu yog'i ham xuddi shunaqa mana. Mashina haqiqiy akula mashina-da mana. Sizlarga shunaqa xizmatlar bo'lsa, aytasizlar, elektr oborotidan polni full variantda ishlatib beramiz. Bu videoni shunaqa retro yig'moqchi bo'lgan okalarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.